May kuniga yetishtirib chiqardik. Ham Agro Center servisi shu preparatlardan foydalanib shuni chiqardik. Ko'rib turibsizlar. Avvalambor bularni agronomlarga, mutaxassislarga rahmat. Shunchalik Samarqanddan kelib bizga konsultatsiya berib, ko'rsatishdi, yordam berishdi. Koloradosi uchun mana Borenio bor. Avgust firmasini Koloradoga sepgansiz, ha, buni? Necha gektariga kartoshkangiz? Kartoshka mana shu yerda 3 gektar, ha? 3 gektar. 3 gektar. Keyin bu selendan necha marta qo'lladingiz? Selendan 3 marta qo'lladik. Har necha kunda? Har 15 kunda mana shu hosilga amalga kirgandan keyin har 15 kunda qo'llab, mana bugun 15 kun bo'lganda shuni kavlashni boshladik. Bioforjedan Bioforjeda 2 marta qo'lladik. Bu o'sha yilgi ko'chatda eng ildizotishlarga Biogarmoniz garmonlarga eng kuchli preparatlardan bittasi. Bunisi bor, organik bu kartoshkangizni oqpalak bo'lganmidi, nima bo'lgan? Kartoshka qurishni boshlaganda, ildiz chirishni boshlaganda oldini olib, mana shunisi birinchi o'rinda yordam berdi. Stressga tushgan qoladi. Stressdan chiqarib beradi. Bundan necha marta qo'llagansiz? Bundan bir marta qo'lladik. Bir martasida joyiga yetkazib, palani joyiga olib keldik. Qanchadan chiqaryapti kartoshka? Kartoshka bugungi holatiga 5000 ko'ryapmiz son. Sortiga qarab chiqaryapti. Alloh baraka bersin.